Hammaga assalomu alaykum. Vaqtim bor edi. Nima qilib qo'ying? Yomg'ir yog'ib boradi. Kechagi mashinamiz. Hamma detallar kraskalandi. Bardachuvgacha kraskaladim, потому что rasalarni qo'yib ketgan ekan. Konsul almashadigan bo'ldi, o'shani просто o'zini taqib bering deyishdi. Boshqa anaqa qo'yamiz deyishdi unga. Hol polностью tushirilgan, teshik naryoq ochilib ketgan, germetik qilingan ekan, ochilib ketgan ekan, bilmayman nimaga. Polностью germetik qilib, ikkala tomon, pastida ikkala tomon, ustidan shumka yopishtirib, ostatkasini g'ichirlaydigan joyiga ham yopishtirib yubordik. Eshik shumka bo'lgan. Hozir tak, hamma yog'i yuvilgan. Bagajda prinsip ish balosi yo'q edi. Xizmatlar bo'lsa bemalol aloqadamiz. Unga sideniya ham taqsim bo'lib, bo'lsa kechqurun sovuq bo'ldi, sideniya qurilmagan. Bardachok. Ozgina ayb bor ekan. Salomat bo'lasizlar.